Ushbu video qanday qilib SAP nimaligini umuman bilmagan inson uni noldan o'rganib 24 kun ichida $2,500 ishlab topganligi va eng muhimi siz bu yo'lni qanday qilib takrorlashingiz mumkinligi haqida. Agar siz kelajagi bor va yaxshi daromad topsa bo'ladigan soha qidirayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring, balki biz berayotgan taklif sizga ma'qul tushishi mumkin. Keling, ushbu voqeaga o'tishdan avval SAP o'zi nima? Shunga qisqacha to'xtalib o'tamiz. SAP bu kompaniyadagi barcha jarayonlarni boshqarish uchun ishlatiladigan tizim. Ombor, moliya, sotuv jarayonlari aynan SAP dasturi orqali yuritiladi. SAP Business One esa kichik, o'rta va undan yuqori bo'lgan kompaniyalar uchun mo'ljallangan versiyasi. SAP asosan ishlab chiqarish, distributsiya va savdo sohasidagi kompaniyalar uchun mo'ljallangan tizim. Kompaniyalar SAP dasturini o'rnatishgandan keyin ularga ushbu dasturdan to'g'ri foydalanishga mutaxassislar kerak bo'ladi. Ular SAP adminlari, SAP mutaxassislar va PMlar hisoblanadi. PM bu Project Manager, ya'ni loyiha menejeri. Ushbu kasblarga bozorda talab katta va bu o'sib bormoqda. PM dasturchi emas, u jarayonlarni boshqaruvchi. PM loyiha rejasini tuzadi, vazifalarni bo'lib beradi, mijozlar bilan ishlaydi, muddat va natija uchun javobgar bo'ladi. SAP loyihalarida PM eng muhim rollardan biri hisoblanadi. PMlar loyihani umumiy qiymatdan 25% olishadi va bitta loyiha odatda 10-15 mingdan boshlanib 40-50 minggacha bo'ladi. Va ish ko'lamiga qarab loyihalar ham 1 oydan 2-3 oygacha davom etishi mumkin. Endi qanday qilib 24 kun ichida $2,500 ishlab topilgan voqeaga o'tamiz. Sardor aka 32 yosh, ishsiz, kelajagi bor, shu bilan birga daromadi yaxshi bo'lgan soha qidirayotgan edilar. Va SAP kurs haqida eshitib bizga murojaat qildilar. SAPda avval ishlamagan, PM sifatida, ya'ni loyiha menejer sifatida tajribasi yo'q edi. Kurs haqida ma'lumot olganliklaridan keyin tavakkal qilib o'qib ko'rishga qaror qildilar va 15-noyabr kuni o'qish boshlandi. O'quvchilarga SAP dasturida alohida baza ochib berildi va darslar amaliy tarzda SAPdagi barcha modullar bo'yicha, ya'ni moliya, sotuv, MRP, logistika barchasini qanaqa boshqarish va avtomatlashtirish o'rgatila boshlandi. 4 haftadan keyin darslar tugadi va imtihon bo'ldi. Imtihon sinov uchun yaratilgan velosiped ishlab chiqaruvchi kompaniyaga SAP dasturini o'rnatishdan iborat edi. Imtihon topshirganlar orasida Sardor aka natijasi eng yuqori chiqdi va shu kunning o'zida BAS kompaniyasiga ishga taklif qilindi. Birinchi ish kunidayoq Sardor akaga $10,000 loyiha topshirildi. Ushbu loyiha Nukus shahrida joylashgan Sabrtosh kompaniyasiga SAP dasturini o'rnatib berishdan iborat edi. Va Sardor aka loyihani qabul qilganliklaridan so'ng kompaniya ichidagi jarayonlarni yana ham chuqurroq o'rganish maqsadida Nukus shahriga 1 kunlik safarga borib keldilar. Shundan so'ng Sabrtosh kompaniyasiga shartnomada kelishilgan SAP modullari ularga moslab berish boshlandi. Unda P&L, ya'ni foyda zarar va boshqa kerakli modullar mavjud edi. 24 kun davomida loyiha ustida ishlandi va u muvaffaqiyatli yakunlandi. Va kelishuv bo'yicha 25%, ya'ni $2,500 shu kunning o'zida Sardor akaning hisob raqamlariga tashlab berildi. Bugungi kunda Sardor aka BAS kompaniyasida PM, ya'ni loyiha menejer sifatida ishlayaptilar va allaqachon o'sha Sabrtosh loyihasini tugatib, ikkinchi loyihani ham olganlar. Shu o'rinda savol tug'iladi, faqat Sardor akami bunaqa natija qilgan? Javob yo'q. Nima uchun? Chunki BAS kompaniyasida hozir 8 tadan ziyod PM, ya'ni loyiha menejeri bo'ladigan bo'lsa, ularning deyarli barchasi xuddi shunday kursni tugatib bizga ishga qabul qilingan. Va ular ham allaqachon bir nechta loyihalarni muvaffaqiyatli yopishgan. Yana bir savol tug'iladi, hamma ham PM, ya'ni loyiha menejeri bo'lish shartmi? Javob albatta yo'q. SAPni o'rgangan, lekin PM, ya'ni loyiha menejeri sifatida ishlamasdan SAP o'rnatilgan kompaniyada SAP admini yoki ichki mutaxassis sifatida ishlab, oyiga 1000 va undan yuqori daromad topadiganlar ham bor. Bunday vakansiyalarda o'zingiz ham Headhunter kabi ish saytlaridan bemalol qidirib ko'rishingiz mumkin. Kelajakda loyiha tugab qolmaydimi? Javob albatta yo'q. Nima uchun? Chunki kompaniyalar raqobat rivojlangani sari o'z jarayonlarini tizimlashtirishga harakat qilishadi. Bizning kompaniyamizda hozirgi kunda 8 dan ziyod PM, ya'ni loyiha menejeri bo'ladigan bo'lsa, ularning barchasida bittadan va ba'zilarida hattoki 2 tadan ham loyihalar mavjud. Shu o'rinda savol tug'iladi, SAP o'rganib, lekin PM, ya'ni loyiha menejeri bo'lmaganlar nima ish qilishadi? Ularda odatda bir nechta yo'l bor. Masalan, ayni hozirgi qilayotgan xizmatlari buxgalter yoki moliyachi bo'ladigan bo'lsa, aynan shu xizmatlarini SAP o'rnatilgan kompaniyalarga taklif qilish imkoniyati bo'ladi. Va bu tabiiyki ularga qo'shimcha qiymat va daromad keltiradi. Agar siz mas'uliyat olishga tayyor bo'lsangiz va SAPni o'rganib real daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, opsiyada havola qoldiramiz. Shu yerga o'tib bemalol ma'lumotlaringizni qoldirishingiz mumkin. Biz sizga aloqaga chiqamiz.